Azizlar, biz sizlar bilan Neuron Action Potential, ya'ni neyronda harakat potensiali haqida gaplashib o'tamiz. Harakat potensiali nima bu? Demak, neyronda eng avvalo, barcha to'qimalarda ikki xil potensial bo'ladi. Ya'ni ikki xil holat, bu tinchlik holati va harakat holati. Demak, o'sha bizda harakat potensiali, tinchlik potensiali deb nomlaymiz. Bu tinchlik potensiali neyronda hech qanaqa bir shu impuls ta'siri ostida bo'lmagan yoki hech qanaqa haligi ionlarni tashqariga juda katta o'zgarishi bo'lmagan, tashqaridan ichkariga yoki ichkaridan tashqariga kirishida juda katta o'zgarish bo'lmagan holat hisoblanadi va bu o'sha hamma to'qimalarda uni tinchlik holatini zaryadi har xil bo'ladi. Misol uchun, neyronlarda u 75 millivoltga teng bo'ladi. Bu tinchlik holatida. Ana endi agar neyronga qanaqadir impuls ta'sirida yoki qanaqadir aaa, ta'sirot berilsa, unda harakat potensiali vujudga keladi. Ya'ni, aaa, o'sha voltage gated kanallar bor. Ya'ni ma'lum bir aaa, shu voltaj berilganda yoki ma'lum bir kuchlanishga yetganda yoki ionlarni nisbati o'sha voltajga yetgandagina ochiladigan darvozalar bor. Shular ochiladi. Misol uchun, tinchlik holatida aaa, o'sha neyronda membranasi orqali kaliylar ko'proq o'tib turadi natriyga qaraganda. Tinchlik holatida bu. Hali harakat potensiali vujudga kelgani yo'q. Va mana bu ko'tarilish harakat potensiali vujudga kelayotganligini ifodalaydi. Bunda nima bo'ladi? Bunda o'sha aaa, voltage gated kanallar bor. Birinchi bo'lib natriy voltage gated kanali ochiladi va hujayraga mana ikkinchi shu ketma-ketlikda aytgan natriy activation gate opens, ya'ni natriy voltage gated kanali ochildi. Hujayrani tashqarisidan hujayrani ichiga ko'pgina natriy kirdi va mana bu -75 zaryadni plyus ionlari kirib, ma'lum bir, misol uchun, +30 ga ko'tardi va bu ko'tarilish jarayoni depolarizatsiya. -75 dan +30 ga, ya'ni zaryadning yo'qolishi, zaryadsizlanish deb atalyapti, ta'rif berilyapti. Depolarizatsiya sodir bo'lyapti va +30 ga chiqqanda bizda 3-chi jarayon sodir bo'ladi. Bu repolarizatsiya jarayoni va natriy kanallari yopiladi o'sha pikka chiqqanda va natriy kanallarini inflow, ya'ni tashqaridan hujayrani ichiga kirish to'xtaydi va natijada kaliy kanallari ochiladi. Mana 3-sxemada kaliy kanallari ochiladi. Kaliy kanallari kaliyni hujayrani ichidan tashqariga chiqarilishini ta'minlaydi va kaliy bu musbat ion +30 da turibdi. Mana bu yerda hujayrani ichidagi zaryad. U yerdan kaliylar chiqib ketishi, plyus zaryad chiqib ketishi yana hujayrani o'sha zaryadlar farqini hujayrani ichidagi zaryadni minusga olib tushiradi va mana bu yer -85, -90 yoki -80 ga kelganda o'sha to'xtaydi. Chunki nimaga -75 ga kelganda to'xtamayapti degan savol bor. Chunki tinchlik potensiali o'zi -75 da boshlangandi. Nimaga u -85 yoki -90 gacha shu yetib kelyapti degan savolga javob beradigan bo'lsak, chunki kaliy kanallari natriy kanallariga o'xshab tezda yopilmaydi. U sekinroq yopiladi. Yopilishga sekinroq javob beradi va shuni hisobiga kaliy ko'proq chiqib ketadi va bu giperpolarizatsiyaga sabab bo'ladi. Demak, kaliy hujayrani ichidan chiqib ketish jarayoni va bu yerdagi zaryadning ortga qaytishi, bu repolarizatsiya. Zaryadning haddan tashqari o'sha orqaga qaytishi va bu bizda giperpolarizatsiya deb ataladi. Hyperpolarizatsiya deb ataladi mana.
Hiperpolarizatsiya deb ataladi. Ana endi mana shu mana shu, shu giperpolarizatsiyadagi hosil bo'lgan ion farqini u yana tinchlik holatiga qaytishi kerak, yo harakat hosil bo'lgandan keyin yana neyronda o'sha tinchlik holati bo'lishi kerak-ku. Nimaga 85 dan endi 75 ga qanaqa qilib qaytib qoladi? Giperpolarizatsiyadan tinchlik potensialiga qanday o'tadi degan savol javobi esa bizga xo'p, natriy kaliy pompalari javob beradi. Ya'ni mana shu natriy kaliy pompasi, natriy kaliy nasosi o'sha hosil bo'lgan -85 zaryadni, ya'ni giperpolarizatsiyani qayta tinchlik potensialiga o'tkazadi. Azizlar, albatta xato va kamchiliklar yoki tushuntirishdagi nuqsonlar uchun uzr so'rayman. O'sha neyronda harakat potensialini hosil bo'lishini qisqacha mexanizmi shundan iborat edi. Albatta o'zlaring birorta manbalarda chuqurroq o'rganishlaring mumkin, lekin bizga berilgan kitobda berilgan variantda hozircha shu neyron potensiali uchun. Bugun ko'p to'xtalib o'tmaymiz. Eng muhim joylarini o'rganamiz, ya'ni hayot ma'lumotlarini, asosiy ma'lumotlarni. Demak, keyingi o'rganadigan narsamiz bizda bu sensor retseptorlar. Ya'ni biz birorta joyda sezgisini qanday sezamiz desak, o'sha hammamiz bilamizki, o'sha retseptorlar orqali deb gapiramiz, lekin aynan shu sensor retseptorlarni turlarini, nimadan hosil bo'lishligini, qanaqa turlari borligini ko'pchiligimiz to'xtalib o'tmaganmiz. Balkim ko'pchiligimiz, ayrimlarimiz to'xtalib o'tgan bo'lishimiz mumkin. Demak, qanaqa turlari bor? Reseptor type, ya'ni reseptor turlari. Birinchisi, eng ko'p uchraydiganlardan bittasi bu free nerve endings, ya'ni o'sha erkin nerv tolalarining oxirlari. Qayerda joylashadi? Demak, hamma to'qimalarda u reseptorlar bo'ladi. Faqatgina to'g'ay bilan gavhardan tashqari. Ayniqsa terida juda ko'p. Demak, 2 xil turi bor. Alfa, delta va C turi. Demak, alfa delta bu tez, ya'ni miyelinli tolalar bo'lganligi uchun. C turi sekin, miyelinsiz bo'lganligi uchun impulsni o'tkazadi. Demak, nimani sezadi? Og'riqni, temperaturani. Keyingisi Meissner korpuskulalar, ya'ni Meissner tanachalari. Qayerda joylashadi? Tuksiz, sochsiz tanani yerlarida. Misol uchun kafta, oyoq o'sha tovonida va lablarida joylashgan. Demak, large, katta myelinated fibers, ya'ni miyelinlangan tolalar. Tez moslashuvchan bo'ladi u tolalar, biron shu ta'sirga, sezgiga tez moslashadi. Nimani sezadi? Demak, dinamik, ya'ni harakatli, fine, o'sha yengil yoki o'rtacha teginish, shu touch degan teginishni sezadi. Demak, low frequency vibration, ya'ni past amplitudali shu chastotali vibratsiyani va teri sezgisi. Misol uchun, biror narsani ushlab sezish yoki tovonda yurib sezish. Nimanidir sezish. Keyingisi turi bu Pacini korpuskulalari, ya'ni Pacini tanachalari. Bular ham katta, large, myelinated fibers adapt quickly. Demak, bu turi bo'yicha o'xshash bo'lyapti. Va u qayerda joylashadi? U endi deep skin layers, ya'ni chuqur teri qavatlarida, ligaments boylamlarda, joints bo'g'imlarda. Demak, mana bu yerda low frequency vibration bo'ladigan bo'lsa, ya'ni
kam chastotali vibratsiyani sezsa, bizda Pacini korpuskulalari, Pacini tanachalari high frequency, ya'ni yuqori chastotali vibratsiyani sezadi va bosimni. Keyingisi Merkel disks. Demak, katta large myelinated fibers, ya'ni miyelinlangan, lekin adapt slowly, sekin moslashadi, biror narsaga sekin moslashadi. Demak, qayerda bo'ladi? Barmoq uchlari, terining o'sha qismlarida bo'ladi. Demak, nimani sezadi? Demak, bosimni, chuqur statik teginishni. Misol uchun, o'sha biror narsada qirg'og'iga teginishdi, tegingandagi tuyg'u, bular hammasi shu Merkel disklari orqali, ya'ni imенно shu reseptor turi orqali seziladi. Keyingisi Ruffini korpuskulalari. Ruffini tanachalari. Demak, bu katta miyelinlangan tola. Demak, kollagen tolalari orasida bo'ladi. Adapt slowly, ya'ni sekin moslashadi. Va qayerda bo'ladi? Fingertips, ya'ni barmoqlar uchlarida va bo'g'imlarda. Nimani sezadi? Qanaqa tuyg'uni sezadi? Tortishish, ya'ni biror narsa o'sha biror narsa tortilganda va bo'g'im burchaklari o'zgargandagi yoki pay muskullarida o'sha tortishish, pay muskullari tortgandagi sezgani imенно shu Ruffini korpuskulalari orqali seziladi. Azizlar, sizlarga bugungi o'tadigan darsimiz shulardan iborat edi. Albatta, xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Bizni kuzatishda davom eting.